Saidor aka, Keling. bitta savol bor edi sizga. Aha. Qarang, klient so'rasa, Aha. xuddi shunaqa shnurki, lekin bo'yalgan iplikdan. Sifat xuddi shunaqa bo'ladimi yoki o'zgaradimi? Xo'p, qarang. Xib shnurlar bizda material bilan birga bo'yashga mo'ljallab sal usatkasini hisobga olib to'qilgan bo'ladi. Shuning uchun biz mana o'z bo'ringa 20 ga 1 bo'yalgan ip zakaz qilamiz. Mana xohlagan rangdan qilishimiz mumkin. Faqat biza ishlab chiqarishga zadanib berayotganda ozgina zichroq qilib to'qib beraylik deyishimiz kerak. Ha, tushundim. Farqi bo'yoq bilan bo'yalmaganning farqi shu yerda. To'qiyotganda prezentatsiyadan ozgina zichroq qilib berishimiz kerak. Tushundingizmi farqini? Tushundim. Bo'ldi, sifati o'zgarmaydi. Bo'ldi. Rahmat. Mana oling.